Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh shu xonadonimizda bor masalliqdan ovqatlarni pishirib, oqshomgacha ishlarimizni bitirib olamiz. Xayrli kun. Kuningiz albatta xayrli va omadli bo'lsin. Quvonchga to'lsin kuningiz. Bugun xolodilnikda ozroq go'sht qo'ygan ekanman. Ozroq. Bu go'shtni nimaga? Tuzlangan go'sht edi bu. Ko'pala tuz urib, muzlatgichga qo'ydim. Muzlatgichdan chiqarib, yaxshilab yuvdim, bo'laklarga bo'ldim. Mana shuni ozroq bo'lsa ham shuni pishiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb yog'imizni solib olamiz. Yog'imizni qizdirib oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Qanaydir 1 minutlar tizilmay turadi. Nima uchun birdaniga tayyorlamaydi? Sal go'sht o'zini ushlab olsa, mana go'sht o'zini ushlab oldi. Qo'shganda qozonga yopishmaydi-da. Chiroyli qilib qovurib olaman buni ham. Ana shunday qilib bugungi kunimni boshlab bordim azizlarim. Hozir bu orada piyoz to'g'rayman. 4 dona piyozni archib tozalab oldim. 4 dona piyoz. Piyozni ko'proq solaman. 2 soat, 3 soat mazza qilib qaynagancha piyozni bizlar yo'q bo'lib ketadi-da. Buni bizlar oldinda bemalol shoshmasdan hammasini oqshomgacha bitirib olamiz. Bu stolda to'g'rasam, shkachilga tegib, shkachil qilinmayapti. O'zlaringizda nima yangiliklar, o'zlaringiz yaxshimisizlar, opajonlarim, onajonlarim, ukajonlarim, sog'liklaringiz yaxshimi? Ana endi sal gazni ko'taraman. Yog'imiz qizib ketgan payti gazni past qildim. Saligina qo'shaman. Ana shunday qilib. Go'shtni biz qovurilaversin, bu orada piyozlarni to'g'rab olaman. Tuz urmayman. Nima uchun deganda go'shtimiz zo'r tuzlangan edi. Oxirida ko'ramiz, tabiga ko'ra tuz qo'shaman. Nima deganda go'sht yaxshi o'zi tuzni olganda. Ro'zg'or bo'g'or azizlarim. Bir kun kartoshka tugab qoladi. Bir kun sabzi tugab qoladi. Bugun nima? Hozir balki mosh kichiri qilaman yo mosh xo'rda qilaman desam, mosh qildim. 4 kunmi 5 kun shu salqin tushgan kuni. Mosh xo'rda qildim-da suyuqchasini. Xayolimda mosh bor qayerdadir. Qarasam mosh yo'q. Mayli, boriga baraka. Qovurilaversin. Keyin sal suvini ko'proq qilib solaman. Mana bu yerda ozroq oregano bu. Ozroq bor ekan, oreganodan qo'shib o'ramiz.
kinza quritilganim bor ekan ozroq. Yo'si biz bilan go'shimiz shunaqa chiroyli qovurildi. Hidi shunaqa zo'r chiqyapti. Ana buni qarangda. Mashalloh. Ana endi suvimiz qaynadi. Hozir qaynagan suv qo'shaman. Suvni ko'p solib yordingiz demang. Hali bu 2 soat, 3 soat qaynasin. Go'shimiz yumshoq bo'lib, ana suyagilari ajragancha qaynasin. O'zi gazni pasaytiraman, krishkasini qo'yaman. Qaynagan suv solganingiz yaxshi-da, birdan qaynab chiqadi. Qarang, kutib o'tirmisiz. Qachon qaynadi alqotim deb. Bo'ldi, endi krishkani qo'yamiz, gazni pasaytiraman. Qozonimizni u chetga surdim. Nima deganda, eshik taqillab qoldi. Qo'shni opamiz keldilar. Mana bunday qilib bitta tovuqni oyog'ini olib keldilar. Bu bittasi bor, uni qovurib berasizmi deb aytdilar. Yo'q dedim, uni ertaga inshaalloh. Buni kasalxonaga pishirib berasizmi deb iltimos qildilar. Xo'p bo'ladi opajonim dedim. Buni nimaga? Operatsiyadan chiqqan odam shu kishiga suyuq bulyonchalik qilib, tovuq go'shtidan ozroq bo'lsa ham o'zi pishirib beraman. Opajonimni vaqtlari yo'q ekan, vaqtim yo'q, ozroq dedilar. Bu yerda yaxtak suv solib qo'ydim, o'zi bunga darrov tovuqni maydalab bo'lakka bo'laman. 3 bo'lakkami shuni bo'lib solmoqchiman. O'zi qaynab chiqishini kutamiz, qaynab chiqsin, ko'piklarini olamiz bu orada. Endi qaynaydi deyapti, o'zi yaxshi bir qaynab chiqsin, keyin ko'piklarini olamiz. Mana bu yerda, mana bu ikkinchi tovuqni oyog'i, ikkinchi bo'lagida. Olib kelibdilar, keyin mana buni olib kelibdi, qovurilgan mumkin emas dedim. To'g'rimi? Bu ham menimcha shu biotrishkasi. Olib kelibdilar, buni qaytarib berib yuboraman. Kesilib ungacha xolodilnikka qo'yaman. Kesilib berib yuboraman. Bu ziyodi. Kasal odamga qovurilgan mumkin emas. Hozircha xolodilnikka qo'yamiz buni. Egasiga qaytaramiz. Yaxshilarim, xush xabar. Allohga shukr, alhamdulillah, alhamdulillah. Bizlar bir oila 9000 ta bo'ldik. Ura. Hozir ko'rdim. Qiziqib nimaga kirsam YouTube'ga 9000 ta ko'rgizyapti. Xursandchiligim olamga sig'maydi, yaxshilarim. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, obunachilarim, kuzatuvchilarim. Sog' bo'lingizlar ilohim. Xursandchiligimni bilmaysizlar, qancha sizlar menga xursandchilik nima qilyapsizlar-da, ato etibsizlar. Juda ham qattiq nima bo'ldim, hayajonlandim. Buni qarasam 9000 ta bo'lganda biza, dedim. Ana buni qarangda, ana shuni ham olib boramiz. Sal gazni pasaytirdim. Shaqqillab qaynamasin deb. Borlaringizga shukr, obunachilarim. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lingizlar ilohim. 9000 ta bo'lganim bilan
mani tabriklaydiganlar bormi? Ana shunaqa. 9000 ta bo'lgani bu shunaqa xursandchilik men uchun. Allohga shukr. Allohim yaratganiga boriga shukr. Hamma narsani boriga shukr qilaman. Ana endi mana bu yoqda tavuqni biz qarangda, lavrovi list solaman bir dona, lekin ana bu priprava hech narsa solmayman. Ozroq tuz solib qo'yaman. Nima uchun deganda, tuzini ham ozroq solish kerak. Bunaqa ko'p solmash kerak. Ana shunday qilib solib qo'yaman, qaynasin. Keyin aytgancha bir dona piyoz tozalab qo'ydim. Shu piyozni bizni ham solib yuboraman. Mana bir dona piyoz. Qaynasin. Qizil sabzi. Keyin bir dona kichik lavrov listni ham bir chayib oldim. Kartoshkasini ham birdan solsam ham bo'ladi, pishib yotadi. Ana. Qaynab pishib yotadi. Faqat mana bunisi nimasidir? Buni ham bulyonga tiqib qo'yamiz. Ana shunday qilib. Oradan vaqt o'tdi. Tovuq bulyonimiz tayyor bo'ldi. Sabzisidan men olib yeb ko'rdim. Sabzisi pishgan. Mana bir lavrov listlarini endi chiqarib olamiz. Piyozni ham chiqarib olamiz. Hozir buni bankaga solaman. Buni o'zi bu tarafga o'tsam qorong'i ko'rinyapti-da, issiqlik kam. Mana bu sabzisini ozroq olib yeb ko'rdim. Sabzisi pishgan o'sha. Значит, kartoshkasi ham pishgan. Hozir bankaga solaman buni. Piyoz qayerga ketdi? Mana piyozi. Ana endi o'zi gazni bizni o'chiraman. Ozroq bulyonni solib bankani bir qizdirib olay. O'z bankani bir qizdirib olay. Ranglariga qarang, qanday chiroyli bo'lib bulyonni. Allohga shukr. Ana endi krishkasini yopamiz, berib yuboramiz. Chota krishkani olib kelganlari mana yoqmadi. Bu krishkani mana qarang.
Chala yuvilganmi? Yoqmadi menga. O'zi shu krishkani yuvaydi. Ana endi toza. Yuvdim. Qani olib ketadilar, issiq. Aytdim, bir 15 minut tursin, keyin suzaman dedim. Yo, suzaverindilar, hay dedim. Ana. Iloyim shifo bo'lsin ichlariga, darmon bo'lsin shu bulyon, tez sog'ayib ketsinlar. O'zi bizni ovqatimizdan ham navbat keldi xabar olishga. Hali suv ko'proq, ha? Lekin ozroq vermishil bor, vermishil qaynataman. Hali yana ozroq qaynasin, gazni past qilib qo'yaman. Suv qo'ydim. Suvga yarasha tuz solib olaman. Hozir magazinda mana bunaqa vermishil sotib olib keldi. Makfa. 14 ming so'm. Spagetti. Shuni qaynatamiz. Hozir buni sindirib olay endi. Qaynatib, pishirib olamiz buni. Ozroq o'simlik yog'ini ham solmadim-da, ozroq. Hozir solib o'raman o'simlik yog'ini. Yaxshilarim, mana vermishilimiz pishdi. Ana endi chiroyli qilib suzib olaman. Bittasini yeb ko'raydi. Pishgani o'xshabdi lekin. Vermishil pishgan, suvini to'kib olaman endi. Mana qizlajonlarim, bu ham ancha qaynab qarang, piyozlari yo'q bo'lib ketdi. Boriga shukr qilishni hamma vaqt bilishimiz kerak ro'zg'orda. O'zi mana bunday qilib vermishilni suvdan silqtirib oldim mana. Suvdan silqtirib oldim. Ana endi kosalarga vermishildan solib, podlevasidan solamiz va taomimizni dasturxonga jo'natamiz. Bu orada ozroq ko'k piyoz mana bu suyak. Hozir ko'k piyozcha qo'yaman ustiga. Bu ham juda ham ajoyib va mazali bo'ladi. Hurmatli kanalim muxlislari, bu ham juda ham ajoyib va mazza bo'ladi. Issiq ovqatimiz shu yerda videorolikimni yakunlayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman.